Assalomu alaykum yuruvun. Bugungi 3-darsimiz Hangugorul Kungbu Hayo koreys tilini o'qiyman, o'rganaman darsi. Bismillah deb boshlaymiz. Biz bundan oldingi tepadagi o'tgan mavzularimizda otlarga tegishli bo'lgan narsalarni o'tgandik. Mana endi fe'l sifatlarga tegishli bo'lgan xohlasa grammatikalarni ham o'tamiz. Birinchisi ayo oyo grammatikasi. Ayo oyo grammatikasi qanday grammatika? Bu yerda faqat verb, fe'l deb qo'ygan, lekin biz bilishimiz kerak, bu grammatika sifat va fe'lga qo'shiladi. Sifat va fe'lga qo'shiladi. Sifat va fe'lni hozirgi zamon norasmiy ma'noda gapni tugallanishi. Biz tepada o'tdik. Otni norasmiysini, otni rasmiysini, to'g'rimi? Otni norasmiysi qanaqa edi? Yeyo. Otni rasmiysi qanday edi? Innikka, innida. Norasmiy nima edi? Hurmat, lekin o'rta hurmat. Rasmiy yuqori hurmat. Men xuddi shunday, endi bu o'rta hurmat. Norasmiy ma'noda gapni tugallanishi. Qachon? Hozirgi zamon. Va buni tarjimasi hozirgi zamon bo'lgandan keyin gapni yoki yapman degan tarjimani oladi. Bu grammatikamiz birinchi shaxsga ham yuradi, ikkinchi shaxsga ham yuradi va savolda ham ishlatsak bo'ladi bemalol. Birinchi shaxsga ketyapman va ikkinchi shaxsga ketyapti deyishimiz mumkin va savolda ketyapsanmi deb turib savolda ham bemalol ishlatishimiz mumkin bo'lar ekan buni. Va bularda endi qachon ayo, qachon oyo bo'lishini ham hozir ko'rib chiqamiz. Bu grammatikamiz 4 ta funksiyali. Bu grammatikamiz 4 ta funksiyali. Koreys tilida ko'pincha grammatikalar unli, undoshga 2 ta funksiyani oladi, to'g'rimi? Bu grammatikamiz salgina ko'proq ekan. Ayo, oyo. Endi ko'rib chiqamiz. Birinchisi a yoki o harfi bilan tugaydigan so'zlar bo'lsa, bularga qo'shiladi oyo. Buni ko'rib chiqamiz. Xo'p, kada bormoq. Va bilamizki, bormoq bu fe'lning birinchi ko'rinishi. Kelmoq, bormoq, hammasi moq bilan tugayapti, to'g'rimi? Demak, bu fe'lning birinchi ko'rinishi bo'ladi va o'shandagi moq qo'shimchasi tushib qolishi kerak. Yoki biror marta eshitganmizmi? Bormoq yapman degan narsani, bormoq yapsanmi degan narsani eshitganmizlar? Yo'q. Demak, moq qo'shimchasini tushirib qoldirishimiz kerak va koreys tilidagi o'sha moq qo'shimchasi ta qo'shimchasi. Kada bor moq. Nima ekan? Moq qo'shimchasini tushirib qoldirishimiz kerak va ta qo'shimchasi tushib qolgandan keyin birinchi unli nima bilan boshlanyapti? A bilan boshlanyapti. Tushunaymi? A yoki o harfiga oyo berib qo'yibmiz-ku. Ayo qo'shiladi. Xo'p, xuddi shunday bu yoqqa qo'shamiz. Ayoni qo'shamiz. Ayoni qo'shamiz va bu yoqda bitta a bor. Yana bitta a berishimiz shart emas. Uzun qilib ka yo qilmaymizda. K a yonida borligi uchun yo'ni o'zini qo'shib qo'yamiz. Ka yo bo'ldi. Ikkinchisi oda. Nima edi? Oda. Kelmoq, to'g'rimi? Moq qo'shimchasini olib tashlaymiz va bu yoqqa mana bunday qilib yozishimiz kerakmi? Ayo qo'shiladi, to'g'ri, lekin o ayo qanday bo'ladi? Talaffuzi xunuk bo'lgani uchun bizda v harfi bor, to'g'rimi? O'ni v ga aylantirib va yo'ga aylantirib qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu bir. Xo'p, xuddi shunday anta o'tirmoq. O'tirmoqdagi moqni olib tashlaymiz va ta moq qo'shimchasi tushib qolgandan keyin birinchi o'zi bittadan unli bor. Undoshga qaramanglar, unliga qaranglar. Moq qo'shimchasidan keyingi birinchi unliga qaranglar. A bor, lekin amiz ta'dan keyingi birinchisi bo'lmaganligi uchun yoniga ayoni qo'shishimiz kerak. Andayo degan talaffuzni beradi. Bu birinchi ko'rinishida.
Ikkinchi funksiyamiz hadali fe'l yoki sifatlar. Hadali hamma gap so'z ham hop fe'l emas, sifati ham bor. Hada bilan tugaydiganlarda. Hop. Bu hada. Hadali hamma so'zlar hayo bilan tugashi kerak. To'g'ri, mana yerda ta moq qo'shimchasi tushib qolgandan keyin birinchi uli hayo bo'lmaydimi deganda yo'q, talaffuz chiroyli bo'lmay qoladi. Bu xo'p, istisnoli bo'lgani uchun hayoga o'zgarib ketadi. Bu joyda kung bu hadani kung bu hayo qo'yamiz, bo'ldi. Keyingi. Xo'p, suk che bo'lishi kerak edi. Suk cheril hada. Suk cheril hada bilan tugayapti va ayo oyo ni qo'shmoqchimiz. Mana shu yerda shunday bilan o'chiramizda yo qilamiz, bo'ldi. Kung bu hada o'qimoq, kung bu hayo o'qiyapman yoki o'qiyapti. Suk cheril hada uyga vazifani qilmoq, moq qo'shimchasi ta'ni olib tashladik-da, mana bu yerda ta'ni olib tashlab hayo qilyapmiz. Uyga vazifani qilyapman degan tarjimani beradi. Hozirgi zamonni tarjimasini beryapti. Hadali fe'llar oson. Hammasini nima qilamiz? Hayo qilamiz. Keyingisi. Xo'p, uchinchisi. Bu i bilan tugaydigan harflar. I bilan tugaydigan harflarga yo qo'shiladi. Qanday bo'ladi? Xo'p, mashida, ichmoq degani, to'g'rimi? Mashida ichmoq, o'sha moq qo'shimchasini tushirib qolamiz va undan moq qo'shimchasidan keyingi tushib qoldimi? Birinchi ta tushib qolgandan keyin birinchi ulli, ikkinchi bitta undosh kelib keyin i kelishida emas. Moq qo'shimcha, ta qo'shimchasidan keyin birinchi mana shu i harfi kelsagina yo qo'shamiz. Mana shu yerda yo bo'ladi. Mana bunday. Yo qo'yiladi. Ida qo'shimchasi tushib qoladi-da, yo o'rniga qo'yiladi. Bu nimaga bu narsa qilinyapti? Qaranglar, iga o'zi oyo qo'shilishi kerak. Qo'shamiz oyo va i bilan oni talaffuz qilib ko'ringlar. Iyo deganimizda yo. Qanday bo'ladi? Yo. Bu yo degan talaffuzni beryapti. Mana shu ikkalasidan просто так yo degan talaffuzni qo'shib qo'yamiz bu yerda. Keyingisi kidarida, kutmoq va mana shu kutmoqdagi ta tushgandan keyingi birinchi unli i, shunda kidari yo qo'shib qo'yamiz, bo'ldi. Yo'qni o'zini qo'shib qo'yamiz. Yo qo'shib qo'yamiz, bo'ldi. Mana bunday. Masalan, ketdi bu. Yo'ni qo'shib qo'yamiz, bo'ldi. Kidar yo bo'ladi shunda. Mashida ichmoq, mashyo ichyapman. Kidarida kutmoq, kidar yo bo'lsa kutyapman bo'ladi. Va oxirgi 4-chi funksiyamiz bu. Qolgan hammasiga yo bo'ladi. Bo'ldi. Xo'p, a o harfi bilan tugamasa, hadali bilan tugamasa, i bilan tugamasa hammasi nima oladi? Oyo oladi. Bu narsa mana ikta o'qimoq. Ta tushib qoldi va birinchi emas, o'zi unli nima bor? Bitta dona unli bor, i bor. Va unli ta moq qo'shimchasi tushib qolgandan keyin sirasi kelyapti? Yo'q, tepada kelyapti. Undan undosh kelyapti. O'shaning uchun bunga mana bunday oyo qo'shib qo'yamiz, bo'ldi. Ilgoyo. Keyingisi moqta. Yemoq. To'g'rimi? O'sha yemoqdagi ta tushib qolgandan keyin moq bo'lyapti va bitta unli bor o'zi, to'g'rimi? U ham o bor. O bormi? Hada bormi? I bormi? Yo'q, birortasi yo'q. Demak, oyo bo'ldi. Mogoyo. Va keyingisi peuda, o'rganmoq, to'g'rimi? Peuda o'rganmoq va o'shandagi da moq qo'shimchasi tushib qolib pu bo'ladi-da va unga nima qo'shiladi? Oyo qo'shilishi kerak, to'g'rimi? Shunda pu oyo bo'ladimi? Yo'q, boyagi tepadagi v harfiga o'xshab, bu ham tuslanishi kerak. Pu qilib turib oyoni o'rniga oni shunday pastga berib yo yozamizda yo bo'ladi. Peuda o'rganmoq, pevoyo o'rganyapman degan tarjimani beryapti.
shu narsani bilinglar. O bilan xo'p boshlanyapti va undan keyin ayo grammatikasi kelyaptimi? O harfiga qo'shing ayoni va bunda hosil bo'ladigan harf va bo'lishi kerak. Va yo'q bo'lib, mana o bilan ani bir nima deydi? Qo'shma unli qilib qo'yishingiz kerak. Xuddi shunday vo u bilan tugayaptimi? Unga oyo qo'shyapsiz. Bunda ham xuddi shunday vo harfini chiqarishingiz kerak. P-da P-voyo, V-da V-voyo. Mana shunaqa ketishimiz kerak bo'ladi. Bu narsalarni yozib olishinglar kerak. Mana 3 qilib mana. Bu 4-qoidamiz. Mana shu 4 ta funksiyasi bor buni. 1 2 3 4 ta funksiyasi bor. Hammasini yaxshilab ko'rib olib yozib ko'rasizlar. Xudo xolasa, mana shunday o'chirtirsam ham bo'laveradi. Endi, xo'p, 공부해요. o'qiyapsanmi? De, 공부해요. Ha, o'qiyapman. Ko'ryapmiz, hadali fe'l. Ko'ngli hada bo'lishi kerak, lekin biz zamonga tushirishimiz kerak. O'qimoq, ha, o'qimoq demaymiz-ku, to'g'rimi? Xo'p, Steven shirin chigim chayo. Steven hozir uxlayapti. Va Steven ko'ryapsizmi? Bu ikkinchi shaxsda aytyapti, birinchi shaxsga nisbatan emas. Bu hayo nima qilyapsiz? 공부해요. o'qiyapman. 먹어요. nima yeyapsiz? Mana bu yoqda savolga nisbatan ketyapti. Xo'p, mana shu yerda videoni pauza qilib, mana bu xo'p, grammatika bo'yicha nima degan? Kirmil pogo va kacha yaga posayo. Rasmni ko'rib, namuna bilan bir xil gaplashib ko'ring, deyapti. Hayo nima qilyapsiz? Shoyu dam olyapman. Hayo nima qilyapsiz? Nima qilyapti? Trubka qilyapman. Nima qilyapsiz? Nima qilyapti? Ishlayapti. Mana shuni yozib ko'ringlar. O'zinglar mustaqil. Keyingisi rl grammatikasi. Bu juda ham oson grammatika. Hop. rl grammatikamiz. rl grammatikasi. Hop. bo'lsa undoshga, rl bo'lsa unli so'zlarga nisbatan bo'ladi. Nimaga rl? Chunki unli deyapman. Demak, bu rdan oldin qanaqadir unli kelishi kerak bo'ladi. Bu qanday qo'shimcha? Bu tushum kelishiga o'zbek tilidagi oddiygina n degan qo'shimcha. N degan qo'shimcha oddiygina. Xo'p, ovqatni yeyman, uyga vazifani qilaman degandagi oddiygina n qo'shimchasi va shu narsani bilinglar. Xo'p, koreys tilida fe'ldan oldin har doim rl qo'shimchasi keladi. Rl qo'shimchasini qo'shishinglar kerak bo'ladi. Xo'p, pap nima? Xo'p, pap bu pap bu guruch yoki ovqat, to'g'rimi? Pap nima bilan tugayapti? Undosh. P bilan pabil, mogoyo. Ovqatni yeyapman. N qo'shimchasi tushunarli? Va unliga u yuril, u bilan tugaydi, ril, u yuril, ma shoyo. Sutni ichyapman. Tushunarli? Juda ham oson grammatika. Endi ko'ramiz. Chigim bu hayo. Hozir nima qilyapsiz? Hangugurul kungbu hayo. Koreys tilini o'rganyapman. Cho'nim ko'piril mashayo. Men kofeni ichyapman. Men kofe ichyapman deymiz, to'g'rimi? Nini qo'shmaymiz ba'zida bizda. Lekin bularda mana ko'ryapsiz, qo'shilyapti. Steven chegil ilgoyo. Steven kitobni o'qiyapti, kitob o'qiyapti degan tarjimani beryapti. Va mana yerdagi mashqda ham pauza qilasizlar, ko'ryapsizlar. Ril. Televizion n bilan tugayapti, ilga olyapti. Poda ko'rmoqqa ketyapti. Televizorni ko'rmoq, televizor ko'ryapman. Yonxua. Va, xo'p, unli bilan tugayapti. Ril, yonxua, ril, poda. Kinoni ko'ryapman, ko'rmoqqa ketyapti. Demak, xuddi shunday ko'pi i bilan tugayapti. Kofeni ichmoq qaysi edi? Mashina. Mana shunday ulab-ulab ko'ringlar. Yozib ko'rasizlar buni. Keyingisi ESO grammatikamiz. ESO grammatika. Hop. ESO.
Bu grammatikamiz otga qo'shiladi. Otga qo'shiladi. Otga qo'shiladi. Plus eso kelishi kerak va plus fe'l bo'lishi kerak. Fe'l bo'lishi. Fe'l bo'lishi kerak va albatta zamon kelishi kerak. Eso grammatikasi o'zbek tilida da degan qo'shimcha otga qo'shilyapti. Da degan va undan keyin nima keladi? Fe'l kelishi kerak. Mana shu esodan keyin fe'l kelishi kerak. Tushunarsanmi? E'tibor beringlar. Xo'p, shiktang. O'zbekchasiga ketib qoldi. Shiktang nima edi? Oshxona. So da oshxonada nima qilamiz? Tabl mo'goyu. Ovqatlanyapman. Oshxonada ovqatlanyapman. Ovqatni yeyapman. Tushunarlimi? Eso grammatikasi bu da degan qo'shimcha otga qo'shiladi, lekin siz o'zingizga nisbatan, odamlarga, jonli narsalarga nisbatan emas. Da qo'shimchasi faqat otga qo'shilyapti va jonsiz narsalarga nisbatan ketilyapti bu yoqda. O'zingizga nisbatan da degan qo'shimchaga hali kelamiz. Bu o'zingizga nisbatan ketmaydi. Eso menda degan narsani ola olmaysizlar, mumkin emas. Bu faqat jonsiz narsalarga nisbatan ketyapti. Oshxona ot to'g'ri. Xo'p, va bu jonsiz narsa, to'g'rimi? Oshxonada ovqat yeyapman. Xo'p. Kungwon. Eso 운동해요. Parkda shug'ullanyapman. Sport bilan shug'ullanyapman. Tushunarli? Undan keyin fe'l kelishi kerak. Mana shu eso grammatikasidan keyin fe'l kelishi kerak. Birinchi otga qo'shiladi, eso qo'shiladi va undan keyin qanaqadir ish harakati va zamon bilan tugashi kerak. Oshxonada ovqat yemoq demaymiz-ku, to'g'rimi? Xuddi shunday. O'zbek tilida oddiygina da qo'shimchasi va otga qo'shilib, undan keyin fe'l kelishi kerak. 어디서 밥을 먹어요? qayerda ovqatlanasiz? 학생 식당에서 밥을 먹어요. Talabalar oshxonasida ovqat yeyman. Xo'p, Seul 대학교에서 한국어를 공부해요. Seul universitetida koreys tilini o'rganaman. 극장에서 영화를 봐요. Teatrda kinoni ko'raman. Teatrda kino ko'raman. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Endi an grammatikasiga keldik. An grammatikasi ham oson grammatika. Xo'p, biz otni inkorini o'tgandik, to'g'rimi? Biz otni inkorini o'tgandik. Qanaqa edi? Iga animnida degani, to'g'ri? Haksen imnida talabaman, haksenni animnida talaba emasman. Otni inkorini o'tgandik. Endi biz fe'l bilan sifatni inkorini o'tamiz. Xo'p, bu faqat verb deb qo'ygan, faqat fe'lga deb qo'ygan. Bu faqat fe'lga ketadigan emas, sifatga ham ketadi. Xo'p. Bu yoqda kayo boryapman, to'g'rimi? Bu narsani bu yerga yozib qo'yay. Fe'l bilan sifatni inkor qilish. Fe'l bilan sifatni inkor qilishda ishlatiladi. Fe'l bilan sifatni inkor qilishda ishlatiladi. Boraman, bormayman. Ko'raman, ko'rmayman. Yeyman, yemayman degan narsalarimiz bor, to'g'rimi? Xuddi shunday. Kayo boraman. Kayo bo'lsa, bormayman bo'ladi. Mana shunday. Mana shu narsani biling. An grammatikasi fe'l yoki sifatdan oldin keladi. Fe'l yoki sifatdan oldin keladi. Otdan demayapman. Mana bunday qilib, xo'p. Chek an chegil ilgoyo deb qo'ymanglar. An chegil ilgoyo. Nimaga? An inkor. Chek kitob, to'g'rimi? Emas, kitob o'qiyapman degan tarjima bo'lib qoladi unaqada.
fe'ldan oldin deyilyaptimi? Demak, ot keladi, o'rtada an kelib, keyin nima kelyapti? Fe'l kelishi kerak. Mana shu anni agar faqat bitta fe'lni o'zini ishlatadigan bo'lsangiz, anni oldiga qo'yib qo'yasiz. Yo'q, undan oldin qanaqadir so'z bo'ladigan bo'lsa, demak, anni shu inkor qilmoqchi bo'lgan so'zingizni oldiga qo'yishingiz kerak. Mana bu yoqqa. Va ajratilib yozilishi kerak. Chegil an ilgoyo. Biz bilan bir xil tarjima. Kitobni o'qimayman. Tushunarli? Kitobni o'qimayman degan tarjimani beradi bu yoqda. Bunaqada mayman kitobni o'qiyapman degan tarjimani berib qo'yadi, agar bunaqa qilaman desangiz. Faqat nima inkor qilmoqchi bo'lgan fe'lingizni yoki sifatingizni oldiga qo'yib qo'yishingiz kerak bo'ldi. Boraman, bormayman. Ko'raman, ko'rmayman. Tushundingizmi bu narsani? Ko'ramiz. Chayo, uxlayapsanmi? Uxlayapsizmi? Bu san emas. Ayo grammatikasi sensirash emas. Anyo, anchayo, yo'q, uxlamayapman. Chada nima edi? Uxlamoq fe'l va qayerda kelyapti an? Fe'lda oldida kelyapti. Ikkinchisi, chingurul an mannayo, do'stim bilan uchrashmayman. Agar anni yo'q bo'lganda chingurul mannayo, do'stim bilan uchrashaman bo'lar, to'g'rimi? Anni qo'yib uchrashmayman. Nima qilyapti? Fe'lni inkor qilyapti bu yoqda. An bilan inkor qilib tashlayapti o'sha fe'lni. Va bu yoqda chingu, do'st, bu ot, to'g'rimi? Va undan keyin fe'l kelyapti. Ikkalasini o'rtasiga qo'yib qo'yapti bu narsani. Mana bu yerda qo'ymayapti. An chingurul mannayo emas yoki qilmayman, do'stimni ko'rishaman deganda qanaqa g'alati tarjima bo'lib qoladi o'zi ham. Bo'lmaydi. Do'stim bilan uchrashmayman. Hayin shinin ko'giril ammo go'yo. Hayin xonim go'shtni yemaydi. Agar mana shu an yo'q bo'ladigan bo'lsa, go'shtni yeydi degan tarjima bo'ladi. Bu bilan yemaydi. Nima bo'libdi? O'sha fe'lni inkor qiladi. Xohlagan bu yoqdagi birorta aniq tarjima bera olmaymiz, faqat fe'l bilan sifatni inkor qilishini aytamiz. Boraman, bormayman. Qilaman, qilmayman. O'qiyman, o'qimayman. Yodlayman, yodlamayman degandagi faqat o'sha fe'lingizni, sifatingizni inkor qilaveradi. Chiroyli, chiroyli emas. Qo'rqinchli, qo'rqinchli emas. Ketdi mana shunday. Ko'piril mashayo, kofe ichasizmi? De mashayo, ha ichaman yoki anyo, an mashayo. Yo'q, ichmayman. Mana shu yoqda kopi bu ot, to'g'rimi? Va mana shu anni o'rtasiga qo'yishingiz kerak. Ko'piril an mashayo. Kofeni ichmayman deyishingiz uchun. Mana shuni ham videoni pauza qilib, bularni bir marta ko'rib chiqasiz. Ko'girin mogoyo, go'shtni yeysizmi deb so'rayapti. Go'sht yeysizmi deb so'rayapti. Demak, siz hozir an grammatikasini o'tyapsiz. O'shaning uchun yo'q, go'sht yemayman deyishingiz kerak bo'ladi. Mana uni anaqa qilasizda, anyo, ko'giril, an mogoyo qilishingiz kerak. Ko'gi birinchi yozilib, keyin an kelib, keyin mogoyo deb yozishingiz kerak bo'ladi. Qolganlarini ham bir marta qilib ko'rasiz, xudo xolasa. Va pastdagi maragi. Sibin bilan Akirani suhbati ekan. Akira shi chigin bu hayo. Akira janoblari, hozir nima qilyapsiz? Kungu hayo o'qiyapman. To'sog'on esa kungu hayo. Kutubxonada o'qiyapsizmi? Anyo. To'sog'on esa kungu an hayo. Yo'q, kutubxonada o'qimayapman. Kuram oldi esa kungu hayo. Unda qayerda o'qiyapsiz? Chibisa kungu hayo. Uyda o'qiyapman. Sharsa bilinglar, xo'p, fe'llar bo'linuvchi bo'ladi. Kungu hada nima edi? O'qimoq, to'g'rimi? Kungu hada o'qimoq va bizda ham bor. Kungu bu o'qish degani va ish bilan tugaydigan gaplar nima bo'ladi? Ot, to'g'rimi? Kungu o'qish, mana yerda an tushyapti. Hayo bo'lyapti, to'g'rimi? Kungu an hayo. Biz bu yoqda ril qo'shimchasi bo'lishi kerak edi, lekin bu yoqda yozmabdi. Kungu ril an hayo bo'lishi kerak. O'qimayman deganda. Bu bo'linadigan otlar. Xuddi shunday undun hada. Undun hada. Bu ham bo'linadigan ot. Undun sport hada shug'ullanmoq, qilmoq bo'ladi. Demak, undun nil
undum, an, hayo bu og'zaki bo'lib qoladi. Lekin biz suhbatda yoki yozuvda bo'ladigan bo'lsa, ilni tushirib qoldirmasligimiz kerak. Undum, an, hayo sport bilan shug'ullanmayman. Bu bo'linadigan bo'ladi. Bo'linadigan fe'llar bor. Hadali fe'llar bo'linadigani bor, ikkitasidan tashqari. Bular bo'linmaydi. Qaysi birlari? Chova, hada va shiro hada. Shiro hada. Bular bo'linmaydigan fe'llar. Chova hada yaxshi ko'rmoq, shiro hada yomon ko'rmoq. Bularni faqatgina oldidan berib qo'yasiz. Mana bunday an berib qo'yamiz. An chova hada. An chova hayo qilaylik shu yoqda. Hayo. An chova hayo. Yaxshi ko'rmayman. An shiro hayo. Hayo. Yomon ko'rmayman. Shu haqida yaxshi ko'rmoq edi, shu haqida yomon ko'rmoq. An bilan nima qilyapmiz? Inkor qilib qo'yapmiz, mana shu fe'llarni inkor qilib qo'yapmiz. Xuddi shunday. Bu narsalarni ham bir ko'rib chiqasizlar, Xudo xohlasa. Va bu yoqda kitob tepasida Xo'p, Chagipyonga o'zini baholash degan joy bor. Ikkinchisidan o'tamiz. Almajongasi ko'lla munjangini vansonga sayo deyapti. Mos keladigan tanlab jumlani tugating deyapti. Demak, qovus ichchasiga biz bu narsalarni tepada o'tganmiz, to'g'rimi? Qovusda tushib qolgan so'zlarni qo'shimchalarni qo'yib chiqamiz. Ko'pi, mashayo. Nimani qo'yardik? Ko'pi, mashayo yozib chiqasizlar. Odi, kunghayo, qayer o'qiysan? Nima gap tushib qolgan? Eso kunghayo da o'qiyman. Demak, hammasini qo'yib chiqasizlar. Ikkinchisi, kirimil pogo munjangil vansongasayo rasmni ko'rib jumlani tugating deyapti. Chigim bu hayo hozir nima qilyapsiz? Shinmuni gazetani turib fe'lini yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bularni ham pauza qilasizlarda, tarjima qilib, lug'at yodlab, hammasini ko'rib ishlab chiqasizlar, Xudo xohlasa. Darsimiz shu yergacha edi. Xudo xohlasa, qolgan darslarni ham ishlab tashlab qo'yamiz inshaalloh. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.